2025-yil 26-noyabr sanasida Mavzernok ko'chatlarimiz holatlarga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Bu yil 3-yili, o'tgan yili 5 kilo, 6 kilogacha meva bergan. Xudo xolasa bu yil 15 kilogacha mevani kutyapmiz. Noyabr oyida ekilgan 2023-yil noyabr oyida ekilgan. Xudo xolasa mana hammasida bor holatlarga o'zlaring bittadan baho beraverasizlar. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'ydik. Ko'pchilik hozir ham boq qilish mavsumi deb o'ylayapti. Mart oyi uji daraxtlar amal oldi. Boq qilish mavsumi tugadi. Noyabr oyida ekilgan ko'chatlarni o'zlaring sifatini ko'rib turibsizlar. Bu yoqda shoxdoli ko'chatlarimiz ham bor. Mana 2024 noyabr oyida ekilgan. O'tgan yil noyabr oyida ekilgan. Bu birinchi yilidan mana kesilgan holati. Ikki qarichilik shoxdolimiz hosillar. Hammasida hosili bor. Shoxdoli ko'chatlarimiz birinchi yilidan ham. Eng garantiyali, eng sifatli ko'chatlar faqat bizda bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 90 kodi bilan 833 98 68. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Bizda bog'da ekib berish xizmati, ko'chatlarni yetkazib berish xizmati, bog'ga shakl berish xizmatlari ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.